Germaniya Federativ Respublikasi delegatsiyasi vatanparvar tashkilotining poytaxtimizda joylashgan o'quv avtodromida bo'ldi. Germaniyaliklar u yerda yengil va yuk avtomobillari haydovchiligini o'rganayotgan fuqarolarning amaliy mashg'ulotlariga bevosita guvoh bo'ldilar. Shuningdek, ularni Germaniyaga ishga jo'natish masalalari muhokama qilindi. Ish beruvchi kompaniyalarning rahbarlaridan iborat nemis delegatsiyasi va vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi rahbariyati o'rtasida ishchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Muloqot chog'ida o'zbekistonlik fuqarolarni avtobus va yuk avtomobillari haydovchiligiga tayyorlab, Germaniyaga ishga yuborilishi bo'yicha olib borilayotgan hamkorlik ishlari muhokama qilindi. So'ngra tashkilotning avtomoto transport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarini tamomlagan yurtdoshlarimiz delegatsiya vakillari tomonidan imtihon qilindi. Imtihon jarayonida belgilangan talablarga ko'ra 40 yoshdan oshmagan nomzodlarning nazariy va amaliy bilimlari tekshirildi. Shuningdek, ularning nemis tilini A1 va B1 darajasida bilishlari muloqot yo'li bilan aniqlandi. Bundan tashqari nomzodlar sudlanmagan va jismonan sog'lom bo'lishlari talab etiladi. Bugun mana mutaxassislar nafaqat nomzodlardan imtihon olish, shu bilan birgalikda O'zbekistonda o'zimizda vatanparvar tashkilotini o'qituvchi va instruktorlarni Germaniya talablari asosida imtihon olish jarayonini nazariy va amaliy qismi bilan ularni malakalarini oshirishmoqda. Shunday bir tavsiya bo'lardiki, mana shu bugun xorijga borib haydovchilik faoliyati bilan shug'ullanaman degan fuqarolarimiz bevosita mana shu vatanparvar tashkilotining o'quv muassasalariga agarda murojaat qilishsa, biz albatta ularni o'qishga qabul qilamiz va ular Germaniyaning yirik ish beruvchi kompaniyalari tomonidan talab etiladigan yoki ehtiyoji bor toifalar bo'yicha haydovchilarni tayyorlaymiz. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan haydovchilar bilan Germaniyada vaqtincha ishlash bo'yicha shartnomalar tuzildi. Bir necha kun avval Germaniya delegatsiyasi vatanparvar tashkiloti Samarqand viloyati kengashining o'quv muassasalaridagi turli toifalarda avtomoto transport haydovchilarini tayyorlash jarayoni, mavjud moddiy texnik baza va o'quv dasturlari bilan tanishgan edilar. B, C va D toifalaridagi haydovchilarni Yevropa standartlari asosida tayyorlash maqsadida Germaniyaning ta'lim va hunarmandchilik fondi tomonidan O'zbekistonga 3 dona simulyator topshirilmoqda. Ushbu simulyatorlar vatanparvar tashkilotining Xorazm, Samarqand va Namangan viloyatlaridagi o'quv muassasalarida o'rnatiladi. Eslatib o'tamiz, 2023-yilning sentyabr oyida vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi va migratsiya agentligi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan bo'lib, ushbu memorandumning asosiy maqsadi xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan mamlakatimiz fuqarolarini shartnoma asosida xorijiy mehnat bozorida talab etilgan mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish hisoblanadi.